Sa'd ibn Mu'az radhiyallohu anhuning fazilatlari. Sa'd ibn Mu'az ansorlardan. Abu Bakr radhiyallohu anhu muhojirlar ichida qanchalik hurmat qozongan bo'lsalar, Sa'd ibn Mu'az ham ansorlar ichida xuddi Abu Bakr muhojirlar ichida bo'lgandaqa shunday hurmatga ega edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, laqad istazza arshullohi azza va jalla li mawti Sa'd ibn Mu'az. Allohning arshi Sa'd ibn Mu'azning vafotiga titradi degan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Baro radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, bir ipak libos olib kelindi. Oldilariga ko'tarib olib kelinganda, ipak libos nihoyatda bir chiroyli, go'zal libos edi. Ular buning chiroyliligi va muloyimligini ko'rib ajablanisha boshlashdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "La manadilu Sa'd ibn Mu'az fil jannati afdalu aw khayrun minha." Sa'd ibn Mu'azning jannatda, ya'ni mendil ikkita ma'noni bildiradi. Burunda artadigan narsani ham mendil deyiladi, birodarlar. Va ini ovqatdan keyin qo'lda artadigan narsani, ya'ni bir qo'lni kirini artib tashlab oladigan narsani mendil deydi. Sa'd ibn Mu'azning jannatda mendili xoh ikki ma'no bo'lsin, mana shu mendili ham qo'lini artib tashlab oladigan sochig'i ham bundan yaxshi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uxladilar. Tushning ikkinchi yarmi bo'lgan vaqtda uyg'ondilar. Jibril alayhissalom keldilar. Yo boshqa bir farishta keldida, rivoyat Shakraviy, "Man rajulun min ummatika ma'kan layla." Bu kechada ummatingizdan, ya'ni amso bundan bilan kechqurun uxlaganliklardan kinoya ekan. Shu kechada ummatingizdan kim vafot qildi? Istabshara bi mawtihi ahli as-sama. Osmonda xabar, xursandlik xabari keldiki, bir kishi Allohning huzuriga kelyapti degan xabar bo'lib xursandlik paydo bo'ldi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "La a'lamuhu illa anna Sa'd ibn Mu'az amsa danifan ma fa'ila Sa'dan." Sa'd ibn Mu'azning qo'llariga harba deydi, ya'ni shunday otadigan bir nayzaning bir turi bor, qilishdan boshqacharoq, shu dushman tarafidan kelib, o'zlarining shu qo'llaridagi muskullarini bo'lib ketgan edi. Shu jarohat tuzalmasdan shu yorilib, tomirlari yorilib ketganligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iyoda qilganlarda ko'rganlar. Bugungi kechda uning jarohati yorilib ketgan edi. Sa'd nima bo'ldi deb so'radilar. Aytishlarki, qad qubiba va ja'a qawmuhu fahtamaluhu ila darihim. Vafot qildi. Odamlar kelib uyiga ko'tarib ketishdi dedilar. Bu kishi hukmni Sa'd ibn Mu'azga, bu yahudlar qabilasida, uchta qabilasidan bir qabila o'rtada husumat bo'lganda Sa'd ibn Mu'azning hukmiga rozi bo'lganliklari uchun kelgan edilar. Shu kelganlarda shu yerda vafot qildilar-da va uylariga ko'tarib ketishdi deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ertalabki namozni o'qidilar-da va chiqdilar, odamlar piyoda yurishib ketishdilar. Hattoki oyoq kiyimlarining iplari bu oyoqlardan uzilib tushib qoladigan darajada shoshilishdi. Ridolari ham ba'zi eski ridolari uzilib tushib qolardi. Shunda bir kishi, "Ya Rasululloh, odamlarga qiynalib ketdi tez yurishib" deganlarda, "Inni akhsha an tasbiqana ilayhi al-malaikatu kama sabaqatna ila Hanzala" dedilar. Hanzala radhiyallohu anhu degan sahobalardan borki, bu kishining laqablari G'afilul malaika, farishtalar yurgan deb laqablanadi. Hanzala radhiyallohu anhuning shahodati uylangan kunlari bo'lgan. Uylangan kunlari jihodga e'lon bo'lgan vaqtda junub holatlarda bo'lganligi uchun g'usl qilsam Allohning hukmi ketishadi deb shu holatga chiqib ketganlar. Shu chiqib ketishlari bilan shu jangda shahid bo'lganlar. Shahid bo'lganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiy keldiki, Hanzala falon quduqni oldida turibdi degan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam odam jo'natdilar, Hanzalani boringlar olib kelinglar dedi. Borishsalar, hammalar joylari ho'l, yuvilgan holatda turibdilar. Hayron bo'lishib olib keldilar. Aytdilarki, malaikalar bizdan ilgari kelib yo'l qo'yishdi dedilar. Bu vaqtda shunga ishora qilib aytdilarki, va ayollaridan so'ragan vaqtda turmush qilgan kunlari shahid bo'lgan ekanlar. Shunda junub holatda Allohning hukmi kechikmasin deb chiqib ketganlar deb ayollari shunday dedilar. Bu kishi aytdilarki,
men qo'rqamanki, malaikalar Hanzalani ilgari yuvib qo'ygandek, malaikalar Sa'dni ham oldin yuvib qo'yishdan qo'rqaman. Shuning uchun sekin yuramayman dedilar. Radiyallohu anhu vafot qilgan kunda 70 ming farishta tushsa, Sa'd ibn Mu'ozning janozasida hozir bo'ldi. Bular yerga shu kundan boshqa ilgari tushgan emas. Dunyo vujudga kelgandan beri dedilar. Shunday ulug' zot haqida ham bir narsani biz eslashimiz kerakki, bu narsa bizga xabarning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarafidan qolishligi hammamizga ham kelajak hayot haqida bir o'ylashlikka chorlaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Oysha radhiyallohu anha rivoyat qiladilar. Inna lil qabri baghtatan walau kana ahadun najiyan minha naja minha Sa'd ibn Mu'oz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'rqib ketdilar dafndan keyin. Nima uchun sizda shunday bir holat bo'ldi deganda, Sa'dni qabri bir siqib qo'yyordi dedilar. Aytdilarki, qabrning siquvi bo'ladi. Agar shu qabrning bir siquvi baribir bo'ladi. Vaqtatan agarki bu tanvini taqlil desak, toni vahdat desak, bir bo'lsa ham ozgina bo'lsa ham qabrning har qanday solih kishi bo'lsa ham siquvi bo'ladi. Agar birov bu siquvdan najot topganda, Sa'd ibn Mu'oz najot topgan bo'lardi dedilar. Qabrdagi qiynalish birodarlar hayotning hamma lazzatini yo'qotib tashlaydi. Shuning uchun ana shu ko'ngilga qarab ish qilmoqligimiz kerak. Sa'd ibn Mu'oz tobutlari ko'tarilib ketayotganda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldilaridan shunday olib o'tildi. Xushbo'y hid qaraldi. Sa'dning ruhi ketyapti dedilar. Jasadlari hali turgan vaqtida ekan bu narsa. Sa'd ibn Mu'ozni ko'rgani bordilar va duo qildilar. Tashqariga chiqishlari bilan Sa'd ibn Mu'oz uylariga borganlardan keyin vafot qilganligi rivoyat qilinadi. Rivoyatlar turlicha, bunisida shu rivoyat kelyaptiki, xushbo'y hid kelganda Sa'd ibn Mu'ozning vafotini xabarini bergan ekanlar. Avvalda so'rab bilgan rivoyat kelyapti. Qabrlarga qo'yilgan vaqtda aytishlarki, "Ya Rasululloh, Sa'd juda bir eng baland bo'yli kishilardan edi. Jasadlari nihoyatda suvayli kishi edilar. Jasad bo'ylari baland edilar. Nihoyatda chiroyli va jasadlari yo'g'on kishi edilar." Shunda sahobalar so'rashdilarki, tobutlarni ko'targanda juda yengil bo'ldi-ya, bu kishi juda katta odam edilar, suvaylik odam edilar deganlarda, "Ahasibtum annakum hamaltumuhu wahdakum a'anatkum alayhi al-malaika." Sizlar o'zimiz ko'tardik deb gumon qilasizlarmi? Malaikalar tamomiy tobutni qamrab yordam berib ketgansizlar dedilar.